Bizim boshqa. Assalomu alaykum do'stlar. Mani ismim Akmalov Abdulloh. Men topikdan 5-daraja olgan ustoz hisoblanaman va hozirda biz koreys tilini o'rganyapmiz, ya'ni noldan. Shu darsimizda ikkinchi qismini boshlaymiz. Ya'ni bu oldingi safar undoshlar haqida bo'lgan edi. Bu safar undoshlarni qanaqa yozilishi haqida bo'ladi. Birgalikda o'rgansanglar yaxshilab xursand bo'lardik. Bilamiz. Share qo'shing. Yaxshi. Hop, ekranni skrin qildim. Ekranni skrin qildim, ya'ni ekranda mevasi tushmoqda. Pastga. Bu qo'tyaptimi? Qotsa kerak. Hop, biz birinchi undosh harfimizni ko'ramiz. K qanaqa yoziladi? Birinchisi berilgan, ya'ni K harfi tepadan pastga tushirilib, ya'ni bitta ish hisoblanadi. Ish degani, ya'ni bir marta biz yozamiz, qo'limizni uzmasdan pastdan tepaga bitta yozamiz, bitta element va bu K harfini bildiradi. Ya'ni kyok harfi xuddi shunaqa yozilar ekan. Shunday qo'yadi. Yozishni. Yo'qolmasdi. Yon qo'lini O'z ko'rsatasan. Qo'llarni. Ko'rmas. Share phone screenshots. Bo'ladi, xonasida. Bitta ko'rs aqllar, ko'rs bitta yozasiz. ko'p bo'lib turmaydi. B N yozasiz. Bu tarafini bosib, pastga tushadi, bilasizmi? Va kyok harfimiz hisoblanadi. Kyok harfi tepadan pastga bitta ilmoq tushiriladi. Ya'ni bu birinchi ish. Ya'ni bitta ish hisoblanadi. Bitta bir marta biz tepadan pastga tushirsak bo'ldi. Va keyingi harfimiz bizda nin harfi, ya'ni n harfi hisoblanadi. Nin harfi ham xuddi shunaqa. Biz asosan k ni xuddi teskarisi, ya'ni k ni biz qanaqa yozdik? Ilmoq bilan yozdik, ya'ni tepadan pastga tushirdik, ya'ni chaproqga taqab tushirdik. Xuddi shunaqa n esa albatta biz mana ekranda ko'rib turganimizdek chapdan o'ngga tushirib qo'yamiz va bu n harfini bildiradi. Va keyingi harfimiz bizda tigit harfi, t va d harfi. Bu harf qanaqa yoziladi desak, albatta bu harfda ikkita ish bor. Ya'ni ikkita element bor. Ikkita elementni biz yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib boshi ko'rib turibmiz. Chapdan o'ngga birinchi bo'lib boshi, pastdan qaytarib tushiramiz n harfini, xuddi n harfini yozganga o'xshab va bu t d harfini yozilishini yasaydi, ya'ni qanaqaligini va ikkita ish umumiy t va d harfini bildiradi. Keyingi harfimiz bizda r va l harfi. Bu ozgina murakkabroq ko'rinishi mumkin yozilishi, lekin juda ham oson. Bu ham biz yarim k ni tepadan pastga tushiramiz, xuddi k harfini yozgandek, ya'ni chapdan o'ngga yozamiz. Tushiramiz va qornini yasaymiz chapdan o'ngga va yana n harfiga o'xshab biz tushirib qo'yamiz. Bu r va l harfini yasaydi. Ya'ni bunda 3 ta ish hisoblanadi. Birinchi bo'lib tepasini tushiramiz, yana qaytaraman. Ikkinchi bo'lib qornini ulab qo'yamiz chapdan o'ngga va uchinchi ish bo'lsa bizda tepadan pastga n harfini yasasak, ya'ni bu yerda r va l harfi hosil bo'ladi. Keyingi harf bizda m harfi. M harfi ham xuddi shunaqa. M harfida ham 3 ta ish bor, ya'ni 3 ta element bor yozilishi. Qanaqa deydigan bo'lsak ko'ramiz. Birinchisi tepadan pastga bitta chiziq tushiramiz va chapdan o'ngga yana bitta chiziq tushiramiz. Ya'ni xuddi k harfini yozamiz biz va pastini chapdan o'ngga yana bitta ulab qo'yamiz va bu m harfini yasalishini ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda mana rasmda ham ko'rsak bo'ladi. M harfi tepadan pastga tushdi, bitta chiziq, chapdan o'ngga bitta pastga tushdi, ya'ni ikkinchi ish. Uchinchisi esa chapdan o'ngga yana bir marta ilmoqqa yasadi va bu m harfligini bildirdi, ya'ni m harfi. Xo'p, keyingi harfimiz bizda p va b harflari. P va b harflarida 4 ta yozilish uslubi bor. Bu qanaqa deydigan bo'lsak, bu ham unaqa qiyin emas, o'rganib olsak bo'ladi. Ya'ni birinchisini ko'ramiz. Birinchi tepadan pastga bitta ilmoq, ikkita yonidan birinchi yasab olamiz. Yana bitta tepadan pastga ilmoq, yonma-yon va
yana bitta ulab qo'yamiz va ikkita qilib ulab qo'yamiz. Xuddi bu notaga o'xshashib ketadi. Ya'ni musiqadagi qaysi notaga o'xshashib ketadi. Mana shu qarab xuddi shunaqa yozsak bo'ldi. Ya'ni chapdan o'ngga ikkita yonini tushiramiz, tepadan pastga va chapdan o'ngga qornini, ikkita qornini yasab qo'yamiz. Ya'ni birinchi, ikkinchi ikkita yoni, uchinchi, to'rtinchi esa ikkita qorni, ya'ni ikkita pastki qismi, o'rtadagi qismi hisoblanadi, yozib qo'yiladi. Va keyingi harfimiz shiot harfi hisoblanadi. Biz o'tdik, shiot harfi S va Sh harflari hisoblanadi. Ya'ni buyoqda ko'radigan bo'lsak, birinchi ish tepadan pastga birinchi chap tarafini qiyshaytirib bitta tushiramiz va chapdan o'ngga yon tarafini o'ng tarafga nisbatan chiqazamiz. Ya'ni bu S va Sh harflarini yozilishini yasaydi. Ya'ni birinchi ish albatta chap tarafi, ikkinchi ish esa chapdan o'ngga qorni chiqariladi, shu hisoblanadi. Va bizada keyingi harfimiz im harfidir. Im harfi bitta dona dumaloq harf, ya'ni chapdan o'ngga. Bu ham xuddi shunaqa tushuntirganimizdek, chapdan o'ngga biza bitta dumaloq yasab qo'ysak, bu im harfligini bildiradi. Ya'ni im, ya'ni ng harfi to'g'rimi? Bizda yozilishi ng edi, ya'ni im harfini yasaydi. Bu bitta ish. Va keyingi harfimiz bizada chiot harfi hisoblanadi. Chiot harfi qanaqa harf? Xuddi shunaqa biz k dagi bitta chapdan o'ngga qaytirib tushiramiz va chapdan o'ngga yana bitta o'ng tarafini qazib qo'yamiz qo'lini va bu chiot harfini yasaydi. Ya'ni birinchi ish va ikkinchi ish hisoblanadi. Keyingi harfimiz bizada chiot harfi, ya'ni chiot harfi ham xuddi shunaqa, faqat bu shapkasi bor. Birinchi bo'lib shapkasi yoziladi. Keyingisi esa k harfiga o'xshab biz yana tushiramiz bitta va undan keyingisi esa qo'li hisoblanadi. Bu chiot harfini yasaydi, ya'ni x bilan birga beriladi. Chiot degan harfni yasaydi. Va keyingi harfimiz bizada kiot harfimiz. Kiot harfimiz ham xuddi shunaqa, ya'ni k harfini qo'li bor deb tushunsak bo'ladi biza. Ya'ni k harfi tepadan pastga bitta tushiriladi va ikkinchi qo'li shundogina ulab qo'yiladi. Bu kiot harfini beradi. Kiot. Ya'ni x bilan birga ishlatiladigan kiot harfini beradi. Keyingisi bizada tiot harfi. Tiot harfi qanaqa yoziladi ko'ramiz. Tiot harfi xuddi o'zbek tilidagi e harfiga o'xshaydi. Birinchi ikkita biza boshni yozib olamiz chapdan o'ngga va n harfini tushirib qo'ysak tepadan pastga bu tiot harfini yasagan bo'lamiz. Ya'ni birinchi ish ikkita boshi yasaladi, boshi va bel qismi. Keyingisi esa o'sha harfni n ga o'xshab xuddi yonidan pastga tushirib qo'ysak, demak tiot harfini yasagan bo'lamiz. Mana birinchi kitobda ham berilishini ko'rsatyapti. Birinchi boshi, ikkinchi boshi va uchinchi esa pastki tomonini n harfiga o'xshab yasyapti va bu tiot harfligini bildiryapti. Keyingi harfimiz bizada piup harfi. Piup harfi hisoblanadi. Piup harfi ham qanaqa yasaladi desak, xuddi boyagi p ga o'xshashib ketadi. Ya'ni birinchi bo'lib boshini yasaymiz biza chapdan o'ngga va ikkinchi ikkita qo'lni yasaymiz va ikkinchi, uchinchi ikkita qo'lni yasaymiz va to'rtinchi esa pastini yana ulab qo'yamiz va bu ph harfi bo'ladi. Ya'ni bu harf asosan rim raqamidagi 2 harfiga o'xshaydi, to'g'rimi? Ya'ni bu p harfi hisoblanadi. Birinchi boshi, ikkinchi, uchinchi ikkita qo'li va pastini biz yana ulab qo'yamiz chapdan o'ngga. Bu esa ph harfini yasaydi. Va oxirgi harfimiz bizada hiut harfi hisoblanadi. Undoshlarning oxirgi harfi hiut. Hiut harfi ham xuddi shunaqa yoziladi. Ya'ni buni ko'rib turganimizdek birinchi shapka qismi, ya'ni shapka qismi chapdan o'ngga kichkina va ikkinchisi yana ikkinchi shapka qismi hisoblanadi va uchinchisi esa biz in harfi, ya'ni dumaloq chapdan o'ngga yasasak, ya'ni bu hiut harfini bildiradi. Ya'ni 3 ta ish bunda. Birinchi kichkina shapkasi, ya'ni ko'rib turibmiz chapdan o'ngga, ikkinchisi esa yana chapdan o'ngga ikkinchi shapkasi, faqat bu uzunroq bo'ladi. Uchinchisi esa in harfini yasasak, ya'ni dumaloqni yasasak biza bu hiut harfini yasaydi. Ya'ni x harfini bizga ko'rinishini, yozilishini yasab beradi desak, ya'ni yasaladi desak ko'rib oladi.
Xuddi shunaqa biz 14 ta hozir undoshlarni birgalikda qanaqa yozilishini ko'rib chiqdik. Keyingi darsimiz esa qolgan unli va undosh harflarni o'rganish bo'ladi. Rahmat kuzatganingiz uchun va darsimizni shu joyida yakunlaymiz. Charchamanglar.